Qarang, shunaqa savol. Agar shu narsa odamning organizmida bo'lsa, birinchi bo'lib qalbni qoraytirib, xotirjamlikka olib, odamni ich-ichidan yemiradigan narsa ekan. Tushundingmi? Aynan shu narsani qanchadan qancha do'stlar, og'aynilar bir-biri bilan yuz ko'rmas bo'lib ketgan. Tasavvur qiling, bir omadingiz kelib, ozgina muvaffaqiyatga erishib qoldingiz. Atrofingizdagilar hammasi tabriklayapti, xursand bo'lishyapti, lekin hammasi ham chin yurakdan xursand bo'lishmaydi. Buni qachon bilib olasiz? Qachon e'tibor bilan qaraganingizda ko'z tushib qoladi-ku, shunda nigohlar sotib qo'yadi. Lekin Xudoga shukr, nima bo'lishidan qat'iy nazar yonimizda turib bergan, yonimizda qolgan aka-ukalarimiz, do'stlarimiz bor. Ular bilan biz oyda, yilda bir gaplashsak ham, bitta telefon qilsak, necha bo'lishidan qat'iy nazar, qayda bo'lishidan qat'iy nazar yetib keladigan shunaqa jigarlarimiz bor. Omon bo'linglar. Savol javobini menimcha tushundim hamma.